Shok Instagram yugurish trend qilamiz. Bitta narsa doim meni o'ylantiradi. Butun O'zbekiston xalqiga murojaat. Nima uchun doim katta blogerlar ham yo Real yo Barsani kuzatadi? U aktiv zo'r bo'lgani uchun kuzatamikan? Yo prosta boshqa ishi yo'q bo'lgani uchunmi? Qilinglar, fanatlik qilinglar, O'zbekistonga fanatlik qilinglar. Akida men Elmurod Xonazarga vashing maza qilaman. Ikkita obrazda bittasida Barsa, bittasida Real. U yutsa bunga fanatlik qilib maza qilib o'tiraveradi. U yutsa bitta Tohirovning ikkita videosini ko'rdim. Bugun shunaqa gapiryapti endi. Xuddi boshqa g'am yo'qdi. Bitta savolda shu trend bo'lgani uchun ko'pchilik muhokama qilgani uchun qilarmikin shu narsani? Yo'q, ya'ni qiziqamikin. Eng qizig'i ularda 2 million 3 million auditoriyasi bor. Bir tiylik foydasi yo'qligini bilib turib qilishadi shu narsa. Bosamiz. Real Barsada aktiv borlik uchun qilasizlarmi akalar? Shu blogerlarga tashlab qo'yinglar, shuni qiziqasizlarmi? O'zbekistonni padishga qilaylik, bosamiz gazim. Yugurish trend qilaylik, yugurishni, u fanatizm qayerdan chiqqanini bilamiz-ku. Elmurod aka bilan Tohirovga tashlab qo'yamiz. Shok Instagram qaydan topasizlar mana shunaqa kommentlarni? Kimdan men 1 so'm pul olganim yo'q, olmayman. Mana shunaqa mayda-chuyda gaplarni yig'ishtiringlar, asabni buzyapti. Aktiv bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Semirishga qarshimizmi? Qarshiman. Birovdan 1 so'm pul olganim yo'q, olish niyatim ham yo'q. Shundaylarmi? Gazini bossamiz, yugurishni boshlayapman ko'r. Bosing gazini. O'tiravermang, bir rasmingizni qo'yib qo'ying, kimsiz o'zi bo'la. So'kinishga majbur qolasizlar. Bosamiz gazini. Semizlikka qarshimiz bu. Uyg'on O'zbekiston, yugurish trend qilamiz, xudo xolasa harakatlanib. Siz meni ko'rib turgan semiz cho'chqalar, qachon yugurishni boshlaymiz? Yugurib trend olamiz, yugurib. Akamiz padishga qilyapti. Qimorga qarshi ekan, xudo xolasa biz semizlikka qarshimiz, yugurib trendlar olamiz, bosamiz gazini, O'zbekiston birimiz. Piska tashlab bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz akalar. Bosamiz gazini, hammamiz birimiz. Ola O'zbekiston. O'zbekiston, assalomu alaykum, yugurish trend qilamiz, xudo xolasa. Abeti juda kech qildik. Akalardan bitta murojaat kelgan. Asaka katta tojiydan Moskvada ishlayotgan akalar bor ekan. Bog'chada ishlayotganlarga alangali salom. Shunaqa xizmatlarni boshlaverdik akalar. Bosamiz gazini, padishkadamiz, hammamiz birimiz. Bu dunyoning yaralishi bir akalar. Xudo xolasa yugurib trend qilamiz, bir-birimizni padishga qilamiz. Kim yugurishni boshlasa, xudo xolasa istoriya qo'yib beraman, tekinga akalar. Nima foydasi bor deydigan bo'lsanglar, semirishga qarshimiz, xudo xolasa. Qachonki semizlikdan doktorga tushmasdan turib harakatni boshlaymiz, xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Ham ishni qilamiz, ham yuguramiz akalar. Xudo xolasa Moskvadagi akalarga alangali salom, bosamiz gazini, hammamiz birimiz. Hamma musofirlarga omad tilaymiz. Tanajoni sog' bo'lsin. Ota-onasini oldiga sog' salomat kelsin. O'zbekiston padishga qilamiz. 10 million bo'lamiz, yugurib trend olamiz. Shok Instagram qaydan topasizlar mana shunaqa kommentlarni? Kimdan men 1 so'm pul olganim yo'q, olmayman. Mana shunaqa mayda-chuyda gaplarni yig'ishtiringlar, asabni buzyapti. Aktiv bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Semirishga qarshimizmi? Qarshiman. Birovdan 1 so'm pul olganim yo'q, olish niyatim ham yo'q. Shundaylarmi? Gazini bossamiz, yugurishni boshlayapman ko'r. Bosing gazini. O'tiravermang, bir rasmingizni qo'yib qo'ying, kimsiz o'zi bo'la. So'kinishga majbur qolasizlar. Bosamiz gazini. Semizlikka qarshimiz bu. Uyg'on dangasa 9 da turadigan, menga o'xshab pidarazga o'xshab uxlaydiganlar. Turamiz, yugurish trend qilamiz. Gazini bosamiz. Rustam Ali barber ishda. Bugun nimalarga erishamiz? Bugun 28-yanvar. Gazini bosamiz, yugurish trend qilamiz. Kim yugursa o'zi uchun yuguradi. Lekin ko'pchilik yugursa, ko'pchilikka ta'sir qilib, ko'pchilik yugurishni boshlaydi. Ishdan tashqari yuguramiz. Gazini bosamiz. Bittasi aytayapti, falon joyga boring. Pismadon joyga boring. Bitta savol sizlarga. Akalar, bitta savol. 5-6 ta odamni bo'yniga olgan odam boqish bo'ynida bo'lsa, ko'chama-ko'cha kim ehson qilar, kim menga ehson qilsanglar, uydagilarni baqaman deb yurgani yaxshimi? Yo ishdan tashqari sekin bo'shaganda yugurgani yaxshimi? Hammanglarni iltimos faol bo'lasizlar kommentariyada. Ishdan tashqari yugurish yaxshimi yo dalbo'yga o'xshab ko'chama-ko'cha yurgan yaxshimi? Falon joyga boryapman. Layvasiylar. Pismadon joyga boryapman. Bundan ko'ra ishdan tashqari yuguramiz. Ham yugurib, ham ozib, ham ish qilamiz. Bekarchilikda
Unaqa yuravermaymiz ko'chama-ko'cha. Bosamiz gazini, O'zbekiston hammamiz bir yugurish trend qilamiz, semizlikka qarshimiz. Uyg'on dangasa 9da turadigan, menga o'xshab, pidarazga o'xshab uxlaydiganlar. Turamiz, yugurish trend qilamiz. Gazini bosamiz. Rustam Ali barber ishda. Bugun nimalarga erishamiz? Bugun 28-yanvar. Gazini bosamiz, yugurish trend qilamiz. Kim yugursa o'zi uchun yuguradi. Lekin ko'pchilik yugursa, ko'pchilikka ta'sir qilib, ko'pchilik yugurishni boshlaydi. Ishdan tashqari yuguramiz, gazini bosamiz. Bittasi aytayapti, falon joyga boring, pismadon joyga boring. Bitta savol sizlarga. Akalar, bitta savol. 5-6 ta odamni bo'yniga olgan odam boqish bo'ynida bo'lsa, ko'chama-ko'cha kim ehson qilar, kim menga ehson qilsanglar, uydagilarni baqaman deb yurgani yaxshimi? Yo ishdan tashqari sekin bo'shaganda yugurgani yaxshimi? Hammanglarni iltimos faol bo'lasizlar kommentariyada. Ishdan tashqari yugurish yaxshimi yo dalboyga o'xshab ko'chama-ko'cha yurgan yaxshimi? Falon joyga boryapman. Layvasiylar. Pismadonga boryapman. Undan ko'ra ishdan tashqari yuguramiz. Ham yugurib, ham ozib, ham ish qilamiz. Bekarchilikda unaqa yuravermaymiz ko'chama-ko'cha. Bosamiz gazini, O'zbekiston hammamiz bir yugurish trend qilamiz, semizlikka qarshimiz. Shoking Instagram qaydan topasizlar mana shunaqa kommentlarni? Kimdan men 1 so'm pul olganim yo'q, olmayman. Mana shunaqa mayda-chuyda gaplarni yig'ishtiringlar, asabni buzyapti. Aktiv bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Semirishga qarshimizmi? Qarshimiz. Birovdan 1 so'm pul olganim yo'q, olish niyatim ham yo'q. Tushundinglarmi? Gazini bosamiz, yugurishni boshlaymiz undan ko'ra. Bosing gazini. O'tiravermang, bir rasmingizni qo'yib qo'ying. Kimsiz o'zi bo'la? So'kinishga majbur qolasizlar. Bosamiz gazini. Semizlikka qarshimiz bo'l.